Umuman tok va Wi-Fi yetib bormagan joylar uchun Hikvision brendidan quyosh panelli kamera birgalikda ko'rib chiqamiz. Kameramiz shunaqa katta korobkaga ega. Endi birgalikda ochib ko'ramiz. Bismillah. Kameramiz ichidan kitobchalar chiqadi. Quyosh paneli shunaqa katta bo'ladi va tagida akkumulyator bo'ladi va kameramiz o'zi chiqadi. Bundan tashqari barcha kerakli bo'lgan bolt va ehtiyot qismlari ham shu korobkaning ichidan chiqadi. Qanaqadir firmalar yoki baliq hovuzlari uchun eng mos kamera bitta sim kart yordamida hech qanaqa simsiz to'laqonli ishlab beradi. Ushbu kamerani tog'li 2000 metr balandlik joyda ishlatib ko'rdik va sinovdan 100% o'tdi. Sizga ham 100% buni tavsiya qila olaman. Kameramiz 4 megapikselli linzaga ega va bu 100 graduslik burchak ostida video tasvirga oladi. Tungi rejimlari mavjud, ovoz yozadi hamda ovoz chiqazadi. Bundan tashqari kameramizda insonni payqovchi datchiklar ham mavjud. Siz shu ikkita boltni yechib, ichiga sim karta va fleshkani tiqasiz. Quyosh panel va kamerani bitta stiker bilan ulaysiz va kamera 100% ishlashga tayyor bo'ladi. Avvallari $200-180 atrofida sotilgan ushbu kamerani aksiyadagi narxlarini bilish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring. Videoga hoziroq like bosib, bizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr salomat bo'ling.